turbamizni chokini ham urib oldik. Xudo xolasa mana ideal darajada chiqdi. Akalarim nima deyapti deydi-yu. Mana turbamiz уже tayyor mana. Qaychini kesishini qarang, idealmi? Mashalloh. Qulayligi nima? Bu o'z tirsakka ishlaydi, bu shuster ishlaydi va buni ham o'zida konusi bor. Turbaga ishtobi osonroq kirish uchun. Mana buni ham chokini urib oldik. Mana e'tibor beringlar. Bir taraf kichkina, bir taraf katta. Bir-biriga oson kirish uchun. Mana buni ham hozir chokini urib oldik, ko'rishlaringiz. Endi buni tirsakka ufraq chiqaramiz. Har doimgidek buni kerakli razmerga qo'yib olasiz. O'zingizga to'g'ri keladigan razmeringizga. Men o'zimga kerakli razmerga qo'yib oldim. Taxmin albatta. Bismillah. Endi buni qayiltirib olamiz. Mana tirsagimiz ham tayyor bo'ldi. Buni ko'rishinglar mumkin. Ideal darajada chiqdi. Qarang. Bu san'at asari bamisol. Xo'p, endi buni mana bu yerda valsovkamiz bor. Buni o'zida 4 ta nasatkasi bo'ladi. Bu o'zi ustalar o'zi biladi, har xil fasonlarda ishlaydi, gul solganni boshqa narsaga ishlaydi. Bizga hozirgi momentda mana bu shestinni uradigan ishlaydi. Ko'rishinglar mumkin, mana turba tirsagimiz tayyor bo'ldi, xudo xolasa mana. Bo'ldi, shu narsa bilan turba tirsagimiz tayyor bo'ldi. Endi navbat Xo'p, ko'rishinglar mumkin, burchagini urib oldik, endi bukish jarayoni. Bismillah. Ko'rishinglar mumkin. Hozir bitta varianti chiqdi. Endi hozir keyingisini o'rtasiga bitta chiziq tashlab shu variantni ko'rsatamiz. Xo'p.
Ko'rishinglar mumkin. Bu variant sol. Xohlasangiz bundesiga solishingiz mumkin. Xohlasangiz ichkariga buni o'zingizning fikringizdan kelib ishlab chiqarishingiz mumkin. Xo'p. Bu holatda mana teriladi. Ko'rishinglar mumkin. Mana shu holatda mana patologimiz terilaveradi. 3D. Buni ham o'zingiz fikringizga qarab terishingiz mumkin. Endi bundan tashqari hozir bularni ham ishlatib ko'rsatadigan bo'lsak, vaqtimiz o'ta cho'zilib ketadi. Ko'rishinglar mumkin, mana polni nabor etgan razmerida, etgan holatda tayyorlab qo'yganmiz qirg'izistonlik akalarga. Akalar, sizga shunday stollar kerakmi? Videoning ostiga nomer qo'yib qo'yamiz. Aloqaga chiqing, to'liq ma'lumotni beramiz. Siz xohlagan tunikafonga qanaqa stol kerak? Bizga murojaat qiling. Sizni o'ylaganingizdan ham ortiqroq, chiroyliroq qilib yasab beramiz. Obuna bo'lib, like-ni bosib qo'yamiz. Ko'rishganda ko'rishguncha.